Men sizlarga bugun mana bu fasonni oson usulda modellashtirishlarni o'rgatib qo'yaman. Uning uchun asosan dozamizni chizib olamiz oq qog'ozga va B liniyadan 5-6 cm ga yuqoriga ko'tarib olamiz va liniyalarimizni birlashtirib olamiz. Oldiga burma haqqi uchun 10 cm dan uzoq 15 cm gacha bersanglar bo'ladi. Yana ham o'zingizlarning xohishingizga qarab bersanglar bo'ladi. Va bu liniyalarimizni birlashtirib olamiz pastgacha va oldi tomoni bukloq holatda bo'ladi. Endi tepadagi vitichkamizni joyini sal ko'chirib olamiz. Uning uchun ikkita vitichkamiz oralig'ini 2 cm dan ko'chirib olamiz. Va tepada B liniya ko'targan joyimizdan 9-10 cm belgilab olamiz. Endi bu bo'yiga 2 cm belgilagan joylarimiz bilan birlashtirib olamiz. Vitichkamizni bu tomonga ko'chirib olganimiz hisobiga bu yoqlari kerak emas, o'chirib tashlaymiz. Endi yeng uzunligini qo'yib olamiz. Xohishingizga qarab qo'ysanglar bo'ladi yeng uzunligini va beldan ham tekisligini tushirib olamiz. Endi yengini 90 gradus burchak ostida birlashtiramiz. Kerak emas joylarni o'chirib tashlaymiz. Va tepaga ham burma haqqini berib olamiz. Burma haqqini ham xohishingizga qarab bersanglar bo'ladi. Eng srednisi 9 dan 10 cm gacha. Birlashtirib qo'yamiz. Bu tepasini ham bukloq holatda bichsanglar, shunda chop tushmaydi. Bel tarafini ham chiroyli qilib pastga birlashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu yerda bizda 3 ta detal bo'lyapti. Hozir kesiladigan joyini qaychi bilan belgilab ko'rsatib qo'yaman. Mana shu joylari kesiladi.